Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. O'zingizda xavfsiz firibgarlardan himoyalangan holatda his qilmoqchimisiz? Unda bu kontent aynan siz uchun bo'ladi. Yagona portal orqali atigi 12.500 so'm evaziga siz o'zingizni umuman kredit olishga taqiq qo'yishingiz mumkin. Ya'ni kredit tarixini olishga taqiq qo'yish masalasi bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'ring. Jarayonni boshlaymiz. Maygo o'z ilovasi orqali o'tamiz. Xo'sh, bu yerda xizmatlar kesimida bizga kerak bo'ladigani iqtisodiyot va biznes sohasi bo'ladi. Bu yerda quyiga tushsak, kredit tarixini olishga cheklov o'rnatish degan xizmat mavjud. Demak, xizmatimiz yuqorida aytib o'tganimiz kabi 12.458 so'm evaziga amalga oshiriladi. Bu aynan yagona portal orqali murojaat yuborilganda, davlat xizmatlari markazida borganda esa summalarda o'zgarishlar bor. Xizmat demak avtomatik tarzda ko'rsatiladi va biror hujjat talab qilinmaydi. Shundan so'ng demak xizmatdan foydalanish orqali o'tamiz. Bu yerda bizda demak mavjud oynada keyingi tugmasini bosish orqali ommaviy oferta talablarini qabul qilish e'loni joylashtirilgan va bu yerda tanlash imkoniyati bor. Kredit tarixiga kirishni cheklash xizmatini faollashtirish. Birinchisi, keyingisi kredit tarixiga kirishni cheklash xizmatini o'chirish. Aynan shu bitta xizmat orqali siz kredit tarixiga kirishni cheklash o'rnatishingiz va keyinchalik o'zingizga kredit olishga ehtiyoj bo'lib qolgan vaqtda demak aynan shu xizmat orqali kredit tarixiga kirishni cheklash xizmatini o'chirish orqali demak jarayonda o'sha kredit olishingiz imkoniyati bo'ladi. Hozirda bizga keragi kredit tarixiga kirishni cheklash xizmatini faollashtirish holati. Keyingi tugmasini bosamiz. Xo'sh, bu yerda avtomatik tarzda bizni yashash manzillarimizni aks ettiradi va demak keyingi tugmasini orqali davom etamiz. Xo'sh, mavjud oynada demak SMS xabarnoma telefonimizga avtomatik keladi. Arizachi haqidagi ma'lumotlar aks etgan va shundan so'ng eng quyi qismda yuborish degan tugmasi bor. Shu orqali davom etamiz. Demak, bu aynan kredit tarixini olishga cheklov o'rnatish aynan summasi bizga ko'rsatyapti va invoice raqami yuqorida ko'rsatib o'tiribdi. Shu to'lovni qilgandan so'ng biz avtomatik tarzda bizni kreditimizni bizning nomimizga kredit olinishi va umuman kredit tarixini olishga cheklov o'rnatiladi. Bu albatta demak o'sha firibgarlikdan himoyalanish maqsadida amalga oshiriladi. Kontentimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, aynan o'zingiz do'stlaringizga ulashing. Qancha ko'pchilikka yetib borsa bu har xil hozir kecha kunduzda turli firibgarliklardan himoyalanishning ajoyib bir yo'li hisoblanadi. Bor yo'g'i yuqorida aytganimizdek 12.500 so'm hisobiga o'zingizni xavfsiz va firibgarlardan himoyalangan his qilasiz. Obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Navbatdagi video yo'riqnomalarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.